Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, kanalimiz a'zolari. Mana Qo'qondagi saxiy do'konimizdan Zubur 196 motorli Zubur motoblogimiz sotildi. Motorlar 196 bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Ishlatib hozir klientga tekshirib beryapmiz. Yurishlari mana 360 gradusga buriladi. Motorlar radiatorli bo'ladi. Qo'shimcha dinamlar ham qo'yilgan. Akkumulyator hamda ruchniy holatda zavod bo'laveradi. Ballonlar 600 ga 12 lik. Bunimizda toshbaqa qo'yon tezliklari bo'ladi. Mana hozir toshbaqa holatiga olingan. Ko'rsatdi. Oyoqlardan turadigan pastlabkalar bo'ladi. Remi orqali harakat qiladi. Oldilarda mana katta statorlari bor. Qo'shimcha dinamlar qo'yilgan. Mana akkumulyatorga zaryad bergani. Ballonlari 60 ga 70 ga peridelka qissalaring bo'laveradi. Ko'rishingiz mumkin, o'qlarida 10 sm 15 sm da bemalol kiradi ichkariga. Narxlari $1100 bo'ldi. Elashga chiqib ketyapti. Hozir akamiz kelib ishlatib tekshirib ko'rdi.